Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'oni Karim tilovat qilinadigan yagona kitobdir. Qur'oni Karim ma'nosini bilmasimi o'qisa savob bo'ladigan yagona kitobdir. Bu Qur'oni Karimning ulug'ligi sababidir. Payg'ambar alayhissalom Allohning kitobidan bir harf o'qigan kishi bir savobga erishadi. Bu bir savob 10 hassiga ko'paytib beriladi. Alif, lam, mimni bir harf deb hisoblamayman. Balki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir deb ko'rsatgan. Tirmiziy rivoyati. Ammo ilgirgi Tavrat, Injil va Zabur qatorliq samoviy kitoblarning hech qaysini tilovat qilganga savob va'da qilinmagan. Hatto payg'ambar alayhissalomning hadislarini o'qiganga savob va'da qilingan emas. Faqat amal qilganga savob beriladi. Qur'on o'qishdan asosliq maqsad uningdan ta'sirot elishdir. Qur'on o'qiganning foydasini mushu dunyoda ko'raydigan odam cho'qim uningdan ta'sir og'idek darajada voyaga yetkazib tilovat qilishi kerak. Hozirgi musulmonlar hammadan bak Qur'onning ta'siriga muhtoj. Uning mo'jizalarining eng sarxili kishilarning qalbiga ta'sir qilib, uni o'ziga qaratish mo'jizasidir. Shu sababdan o'z vaqtidagi arab mushriklari ta'valarini Qur'onni anglab qilishdan to'sgan. Biz Qur'oni Karimning hayotimizni tubdan o'zgartirib o'tadigan darajadagi zo'r ta'sirga erishamasdan, uni qanchalik ko'p tilovat qilsaqmi, uningdan ko'zlagan foydani ololmaymiz. Chunki avvalgi musulmonlarning qalbiga erishtirgan narsa Qur'oni Karimning ta'siri edi. Shunga Qur'oni Karimni tilovat qilishdan birinchi maqsad uningdan ta'sirot olishdan iborat bo'lishi lozim. Qur'onning ta'sirini qo'lga keltirish uchun uni oz bo'lsa-mu har kuni tilovat qilib turishni odat qilish, tilovat qilganda tinch o'rnini tanlab, o'ziga anglangudek miqdorda ovozni chiqarib oldirmay, ma'nosini tushunib o'qish lozim. Imkon qadar Qur'onni yig'lab turib o'qish to'limi yaxshidir. Chunki bunday qilish hissiyotni o'rlatish, dilni yumishtish roliga ega. Bir oyatdan ta'sirat hosil qilgan vaqtimizda shu oyatni qayta o'qishimiz lozim. Payg'ambar alayhissalomning agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Agar ularga mag'firat qilsang, sen g'olibsan, hikmat bilan ish qiluvchidursan degan oyatni tahajjud namozida bir kecha takrorlab chiqqanligi rivoyat qilingan. Qur'onni o'qish, yodlash, ma'nosini tushunish, uni boshqalarga o'rgatish va uning ahkomlarini o'rganish ham amal qilish bilan shug'ullanuvchilar insonlarning eng saodatmanlari va eng sarxillaridir. Payg'ambar alayhissalom sizlarning eng yaxshilaringlar Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlardir deb ko'rsatgan. Imom Buxoriy rivoyati. Musulmonlarning shon sharifi Qur'on bilandir. Alloh taolo Qur'oni Karimning musulmonlar uchun baxt saodatning manbasi bo'lganidek, ularning shon sharifining va izzatining manbasi ekanligini bayon qilib mundoq degan. Haqiqatan sizlarning shon sharifinglarni o'z ichiga olgan kitob Qur'onni tushirib berdi. Sizlar texicha aql ishlatmamsizlar. Sura Anbiya 10-oyat. Avvalgi musulmonlar barcha kuchini Qur'oni Karimdan olgan. Ular Qur'oni Karimning nima maqsad bilan tushgan kitob ekanligini tonigan va uning ruhi bo'yicha amal qilgan. Şuna ularning saltanati qisqagina vaqt ichida Arab yarim orolidan xalqib 3 qit'aga yo'tkalgan. Ular dunyoda adolat bilan haqqoniyatni umumlashtirgan edi. Ammo afsuski islomning oltin davrlaridan keyingi va hozirgi musulmonlarda Qur'oni Karim hozir va g'oib holatda bo'lib qolgan. Hozir deganimiz Qur'oni Karimning musulmonlarning qo'lida, qorilarning dilida bor ekanligi. G'oib deganimiz Qur'oni Karimga amal qilishning yo'qolganligidan, uning ruhining, mo'jizasining va hayotdagi boshlamchilik rolining bizning hayotimizda yo'qolganligini ifodalaydi. Amaliyotda biz musulmonlar Qur'on o'qib savob tepishga kifoya qilib, o'zimizni cho'ng savobli ish qilganlar qatorida sanab kelyapmiz. Alloma Muhammad G'azali mundoq degan: biz Qur'onni hayotimizda harakatlanib turadigan energiyaga aylantirishimiz lozim. Ammo uni uylarda, do'konlarda va ish o'rinlarida saqlab tavarruk qilishga yoki Qur'onni ichib bir yoki 2 oyat o'qib yeyib qo'yishga bo'lmaydi. To'g'ri, Qur'onni o'qib qo'ygan bilan ish bitmaydi. Masala hal bo'lmaydi va maqsad ado bo'lmaydi. Chunki arab tilidagi tilovat so'zi tala yatlu degan so'z yiltizidan chiqqan bo'lib, ma'nosi davomlashtirish, orqasidan yurish deganni bildiradi. Arab tilida birov yana birining orqasidan agishib manganni yatlu deydi. Demak, Qur'on tilovat qilish degan bir qancha oyat yoki bir qancha surani o'qib qo'yish emas, balki o'qiganning ma'nosini bilib, ruhiga amal qilishni davomlashtirish, Qur'onning ko'rsatmalari bo'yicha ish ko'rishdan to'xtab qolmaslik deganni ifodalaydi. Imom Hasan Banna mundoq degan: Qur'on yuqori ufqdan Muhammad alayhissalomning qalbiga tumor qilib esivilish yoki mozor beshida o'qish yoki musibatlarda tilovat qilish yoki qorilarning dilida yoki kitob holatida saqlash yoki o'zini yodlab ahkomlarini tashlab qo'yish uchun tushgan kitob emas.
balki u insoniyatni baxtli hayotga boshlash uchun tushgan kitobdir. Sizlarga Alloh tarafidan nur va ro'shan kitob keldi. Alloh shu kitob orqali roziligini tilaganlarni salomatlik yo'llariga yetaklaydi. İradisi bo'yicha ularni kufrning qorong'uligidan iymonning nuriga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Sura Maida 15-16 oyatlar. Avvalgi musulmonlar Qur'oni Karimning fazilatini bilgan. Shunga ular uni hayotining dasturi va qonun tuzumlarining manbasi, qalbining nuri, ibodatlarining osonligi qilib olgan. Ular Qur'oni Karimni tushunib o'qish va ma'nisiga amal qilish uchun uning qalbini ochgan. Uning ulug'vor havzi kavsardan qong'uchi ishgan. Shuning bilan ruhini sug'urgan. Shunga Alloh taolo ularga dunyoning saltanatini ato qilgan. Oxiratda bo'lsa, ularga yuqori darajalik jannatlarni va'da qilgan. Afsuski, biz ularga o'xshash bo'lolmadik. Ularning irodasiga vorislik qilolmadik. Bu sababdan hozirgi holga tushib qoldik. Dunyolik ishlarda ojiz, diniy ishlarda zaif bo'lib qoldik. İlgirki musulmonlarning Qur'oni Karimga tutgan pozitsiyasi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari Qur'oni Karimga yurigidan beriladi. Uni chin qalbidan so'yib tilovat qiladi va uni anglaganda iymoni kuchi yetdi. Ular buni oyatlardagi isl sifatlarga sazobar kishilar edi. Alloh yod etilsa dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchayadigan, har ishda Rabbiga tayanadigan kishilar haqiqiy mu'minlardir. Sura Anfal 2-oyat. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, tushirilgan har bir sura ularning iymonini texmo kuchaytdi. Ular buningdan suyunib ketadi. Sura Tavba 124-oyat. Sayyid Qutb bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalomning zamonidagi musulmonlar Qur'oni Karimni ma'lumot hosil qilish yoki bilim oshirish maqsadi bilan o'qimaydi, balki oziqlanish, amal qilish va ijro qilish uchun o'qiydi. Ular Qur'oni Karimning oyatlarini xuddi jang maydonidagi askarlar qo'mondondan buyruq topshirib olgandek topshirib oladi. Shunga ular kundalik oladigan ta'limlarda ziyodini xolamaydi. Chunki ular kundalik o'rganganlarini turmush ishlarida amaliylashtirib va ijro qilib manganlikdan ustilariga ko'p takliflarni va mas'uliyatlarni yuklab olib amal qilolmay qolishidan ansiraydi. Shu sababdan ular Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilganidek 10 oyatni yaxshi o'rganib va yodlab, uning ruhi bo'yicha amal qilishni o'rganib bo'lib, ondan boshqasiga yo'tkilatdi. Ularning Qur'on amrlarini ijro qilish maqsadi bilan qabul qilishini ular uchun nurg'ulg'an halovat ufuqlarini ichib beradi. Ular Qur'onni izlanish, ma'lumot egilash niyati bilan o'qigan bo'lsa, bunda halovat ufuqlari ular uchun ichilmagan bo'ladi. Ularning Qur'on amrlarini ijro qilish maqsadi bilan qabul qilishini ular uchun nurg'ulg'an halovat ufuqlarini ichib beradi. Qur'on ularning hayotiga o'rlashib ketgan bo'lib, ularning amaliy dasturiga aylangan edi. Qisqasi Qur'oni Karim xuddi ularning tomirlarida oqqan qonga o'xshash, ularning hayot sohalarida o'z rolini ko'rsatgan edi. Qur'oni Karimning g'azinasi faqat uningga to'lib toshgan jangovarlik ruhi bilan yuzlangan odamga beriladi. Chunki Qur'oni Karim o'qib ko'ngilni xush qilish uchun tushgan kitob emas, yoki adabiyot yoki tarix kitobi emas, balki u hayotlikning dasturi bo'lish uchun tushgan kitobdir. Qur'oni Karim sahobalarning hayotida ularning aqliga, vijdoniga va axloqiga eng zo'r ta'sir qiladigan birdan-bir ta'sir manbasi edi. Shunga Qur'oni Karim ularning o'zini, aqidasini, axloqini va bir butun hayotini o'zgartirib o'tgan edi. Ular har qitim payg'ambar alayhissalomning muborak eg'izidan Qur'oni Karim oyatlarini anglaganlarida ularda cho'qim o'zgarishlar bo'ladi. Vijdoni harakatga keladi, aqli uyg'onishga, axloqi o'zgarishga boshlaydi. Shunda qilib ularning iymoni kuchlanib ketadi. Nurg'un kishilarning musulmon bo'lganlik qissasi Qur'oni Karim bilan munosabatli bo'lib, Umar ibn Xattobga o'xshash Qur'oni Karim oyatlarini anglab musulmon bo'lganlari ko'p edi. Payg'ambar alayhissalom Mus'ab ibn Umayrni Madinaga islomni tabliq qilishga avatganida, uning qiladigan birinchi ishi kishilarga Qur'oni Karimni o'qib berish bo'lgan edi. Madina ahli Mus'abning tilovati soyasida musulmon bo'lgan va islom payg'ambari Muhammad alayhissalomni Madinaga ib berish, bag'riga besish orzusida yashagan. Sahobalarning, tabiinlarning va islomning oltin davridagi musulmonlarning hayotida Qur'oni Karimning ta'siri intayin cho'ng bo'lgan edi. Qur'oni Karim ularning aqidasi bilan axloqini o'zgartirib o'tganning sirtida ularning turmush tarzini o'zgartirib o'tgan. Bu o'zgarish ularning shaxsiy hayotida, oilaviy hayotida, ijtimoiy hayotida, iqtisodiy hayotida, adabiy hayotida, siyosiy hayotida o'z ta'sirini to'liq ko'rsatgan. Shunda qilib ular Qur'on ummati bo'lib o'ttirga chiqqan. Dunyo xalqi ularga qoyil bo'lgan, hamma ularni o'zlariga ustoz tutgan. Natijada ular dunyoning 3 qit'asida hokimiyatini yurgizgan. Chunki ular Qur'oni Karimning javhariy tarafiga ahamiyat beradi. Ya'ni ular Qur'onga shakli yoki zohiriy jihatdan emas, balki javhariy tarafdan agishadi. Ular Qur'oni Karimning amrlarini ijro qilish uchun qabul qiladi.
uning ahkomlarini tatbiq qilish uchun o'rganatdi. O'rgangan oyatlarini to'liq hayotlikqa amillashtirib bo'lib, ondan boshqasini o'rganatdi. Islom xalifalari va yuqori martabali qo'mondonlarmi birov Qur'on oyatlarini dalil keltirib, uningga qarshi chiqqanda sukut qiladi va albatta uningga bo'y egatdi. Bir qitim ikkinchi xalifa Umar ibn Xattobga bir sahrolik arab adabsiz gap qilganda uning qattiq ochchig'i kelgan. Shu vaqtda bu sahrolik arabning bir amrohi Umarga Alloh taoloning ey payg'ambar, apuchanlik yo'lini tutqin. Kishilarni yaxshilikqa buyurg'in va nodonlar bilan tang bo'lmag'in degan so'zni tilovat qilgandan keyin Umar tabassum qilgan. Yana bir qitim Umar masjidda ayollarning mahrini o'riltib olmaslik to'g'risida so'zlayotganda bir ayol uningga qarshi chiqib, Alloh taoloning ularning birga mahri qilib ko'p bol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytirib olmanglar degan so'zni tilovat qilganda Umar ayol to'g'risini topdi. Umar xatolashdi degan mashhur so'zini qoldirgan. Hajjaj ibn Yusuf zolimligi va rahimsizligi bilan tanilgan musulmon qo'mondon edi. U bir kuni bir gunohsiz odamni boshqa birining gunohi sababli qo'lga olgan. Bu odam o'zining gunohsiz ekanligini aytganda, Hajjaj uningga birovni tuqqanlarning gunohi sababli jazolisi bo'ladi deganni ifodalaydigan she'rlarni o'qigan va uni sukut qildirmoqchi bo'lgan. Bu vaqtda u odam Qur'oni Karimdagi Yusuf, Alloh saqlasin, biz narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni ib qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi degan oyatni tilovat qilgan. Shuning bilan Hajjaj bu odamni qo'yib bergan. Qur'oni Karimni to'liq yodlab olgan qorilar Payg'ambar alayhissalomning vaqtida va sahobalarning davrida eng hurmatli kishilardan sanaladi. Ular xalifalarning kengashlariga qatnashadi. Jihad maydonlarida hammaning oldida edi. Yamama urushida shahid bo'lganlarning ko'p qismi qorilar edi. Qorilar Qur'oni Karimdan iborat bu muqaddas nurni dilida saqlaganligi sababli shunchalik hurmatga sazovardir. Chunki Qur'oni Karim ularning aqlini yo'ritadigan, yo'lini ko'rsatadigan, hayotini porloq qiladigan birdan bir nur edi. Allohga, uning payg'ambariga va biz tushirgan nurga iymon keltiringlar degan oyatdagi nur dal Qur'oni Karim edi.